Apple yana hammani hayron qoldirdi. Mart oyida juda ham ko'p yangiliklar bo'ldi. Ya'ni bu Apple'ning taqdimoti iPhone 17e, ya'ni byudjet segmentdagi telefon taqdim etildi. MacBook Neo $600 ga A18 Pro chipi bilan taqdim etildi va mana bugun men telefonimni iOS 26.4 ga yangiladim va nima yangiliklar bor mana shu iOS 26.4 da bu haqida ham ushbu videoda gaplashamiz. Men ismim Xurshid, texnologiya yangiliklarini sizlarga taqdim etib boraman. Kanalimda yangi rukun. Agar sizga texnologiya yangiliklari yoqsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. iPhone 17e $600 ga arziydimi? Mana shu eng ko'p muhokama qilingan savollardan biri bo'ldi. Demak, iPhone 17e ni dizaynida bunaqa juda ham ko'p o'zgarishlar yo'q. Faqatgina endi $600 ga 128 GB emas, 256 GB bilan bazaviy versiyasi chiqadigan bo'ldi va A19 chipi o'rnatilgan 48 megapikselli kameraga ega. Bitta kamera, bunda siz sifatli videolar va fotolar olishingiz mumkin. Hamda ekrani 120 Hz Pro Motion ekrani qo'yildi desam aldagan bo'laman. Конечно, hali byudjetli segmentli telefonlarga 120 Hz Pro Motion ekran qo'yilmagan. Lekin o'sha display o'zini OLED displayi Liquid Retina display o'rnatilgan. Gertsi 120 emas, hali ham o'sha 60 Hz gacha qoldi. Lekin 2000 nitga yorug'ligi oshdi. Demak, ushbu telefon $600 ga o'zini narxiga arziydi desak bo'ladi, chunki buni A19 chipi yangilandi, kamerasi yaxshiroq bo'ldi va 256 GB li pamyat bilan chiqadigan bo'ldi. Buni hisobiga Apple ga bizga o'sha narxga kuchliroq telefon bergani uchun rahmat aytsak bo'ladi. MacBook Neo hamma uchun kutilmagan MacBook bo'ldi. Nimaga deganda MacBook Pro bor edi, Air bor edi va yangi MacBooklar oilasida va bu MacBook Neo. Nimaga Neo deb nomlandi? Chunki aytganimdek bu yangi MacBook, Airdan ham yupqaroq va Airdan ham yengilroq, chunki bunda telefonni chipi o'rnatilgan. A18 Pro bu o'sha bitta oldingi eng yangi iPhone 17 bo'ladigan bo'lsa, 16-iPhonelarning chipini yulib olib turib, mana bu MacBookni ichiga qo'yib yuborsangiz agar MacBook Neo paydo bo'ladi. Chunki M chiplar bilan solishtirilyapti. Hozir MacBook Neoning chipi, ya'ni M1 chipi bilan versusda benchmarklarda single core, multi corelarda даже M1 ni ortda qoldiryapti va bu hayratlanarli. Batareyasi 16 soatga yetadi deb aytilyapti. Energiya tejamkorligi telefonning chipi bo'lgani uchun albatta yaxshiroq. Lekin MacBook Airda, MacBook Proda kачественныйroq batareya turgani uchun u yerda haqiqiy ishlatishda batareya uzoqroqga yetyapti. Demak, hamma gap batareyada. To'g'ri, arzon MacBook Neo, lekin u yerda arzonroq batareya turibdi. To'g'ri, energiya tejamkor protsessor va kuchliroq M1 dan ko'ra. Chunki biz benchmarklarda natijalarni ko'rdik. 13 dyumli Liquid Retina yupqa dizaynli ekran va USB Type-C 3.0 bitta port, USB Type-C 2.0 bitta port. Thunderbolt portlarni bu yerda arzon MacBookda kutmanglar. Agar siz ozgina qo'shimcha to'lasangiz, sizni MacBook Neo Touch ID bilan chiqadi. Agar siz $600 bazaviy versiya uchun to'lasangiz, Touch ID siz MacBookga ega bo'lasiz. Xo'p, bundan tashqari Apple MacBook Proda M5 Pro va M5 Max chiplari bo'lishini ham taqdim etdi. Endi MacBook Prolar M4 Pro va Max chiplari bilan ishlab chiqarilmaydi. Faqatgina M5 oldinroq M5 versiyasini taqdim etgan edi. Buni даже prezentatsiyani qilib o'tirmadilar, shunchaki chiqarib yuborgandilar oldinroq va hozir mana yangi prezentatsiyasida Pro va Max chiplarini ham qo'shishdi. Va hattoki MacBook Airlar ham bazaviy M5 chipida chiqadigan bo'ldi. Xo'p, endi va nihoyat hammamiz ishlatadigan iPhone'lar iOS 26.4 gacha o'zgardi va bu yerda nima yangiliklar borligini hozir sizlarga aytib beraman. Bu yerdagi o'zgarishlarning hammasi sun'iy intellekt bilan bog'liq. Masalan, endi siz Apple Music'da
prompt bilan playlist tuzishingiz mumkin. Siri endi sizni ekraningizda sodir bo'layotgan barcha jarayonlarni ko'rib turadi va analiz qiladi. Agar sizga begona nomerlardan qo'ng'iroq bo'lsa, bu qo'ng'iroqlarning hisobotini tuzib sizga yetkazishi mumkin. 8 ta yangi emoji qo'shildi va endi skrinshotlardagi ma'lumotlarni AI orqali tahlil qilish yanada osonlashdi. Shu kabi yangiliklar endi Siri yanada aqlliroq, har bitta saytga kirayotganingizda kimga nima yozayotganingizni endi Siri bilib turadi. Apple bu yil hamyonboplikka urg'u qaratdi. Apple ekosistemasiga kirib borish endi yana ham osonlashdi. Ko'rib turganingizdek, martda taqdim etilgan qurilmalarning ko'pchiligi $600 dan boshlanardi. Ya'ni iPhone 17e yoki bo'lmasam iPad'ning eng arzon varianti yoki bo'lmasam MacBook'ning eng arzon varianti MacBook Neo ham $600 dan boshlanadi. Sizga nima kerak? Telefonmi, MacBookmi yoki iPad'mi? $600 ga Apple xohlagan variantini taqdim qildi. Do'stlar, agar video sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, texnika va texnologiyalarga qiziqsangiz bu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki hali juda ham ko'p oldinda sizni qiziqarli kontentlar kutib turibdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.